To'xtatib qo'ymayman. Boyagi gapingizni bitta qaytarib yuboring. Qashqadaryoliklarga, Ko'kdalaga. Xo'p, assalomu alaykum. Mana endi haliga tarvuz bo'yicha eng zo'r mana Qashqadaryo Ko'kdala deydi. Surxondaryo deyishadi. Bizning zona Namangan viloyati, Mingbuloq tumani Qalqondaryo. Qalqondaryo. Surxondaryo, Qalqondaryo. Mana zo'r qolgan ekan. Mana Qalqondaryoda ham Alloh bor mana. Ko'tar o'zing. Zibanga bering, berib taving. Ha, o'zing uni al, sherigini. Yo'q, buni qarangda. Sherigini o'zing. Sherigini o'zing. Qarang. Buni nimaligini bir gapirib bering. Mana 3 ta bir joyda o'zida mana. Yo'q, hozirgi 3 ta. meva yo'q-da. Mana istaydi, mana Mana 4-inchisi mana. Evet, bo'ldi 4-inchisi. Bo'ldi. Oling. Ha, qarangda. Qarang. Ha, bu haliga Qashqadaryo, Surxondaryo deyurmanglarda, Qalqondaryosi ham bor. Qalqondaryodan Qashqadaryo Surxondaryoga vizit dedimi? Salom. Ko'kdala mashina ekinglar. Endi biz ham sizlarga endi haliga emas, gap qiziq gap. Nima tarvuz nomini ham gapiringlar. Tarvuz nomi qayerdan olganingiz qana Oybekjon Nog'ammi? Farg'ona viloyati Toshloq tumanida Nonno'li agrar urug'chilik do'konidan olib kelingan urug'lar. Mana dehqonlarimiz xulosasini aytsin. Nima deysiz? Urug' to'g'risida vitaminlar to'g'risida. Urug', vitamin, Oybek hammasiga yo'q. Oybek akaga hammasi. Tarbiya qilsalaring ham baribir Oybek akaga borasizlar. Kasal tutsa ham Oybek akaga borasizlar. Ya qarang, bu ikki anoni o'zib kelin endi. Bo'ldi, o'zarmaylar, bo'ldi. Vitamin. Ha. Vitaminga Oybek aka. Bugun xudo xohlasa klientga kelsa sotib yuboramiz. Shammasda. Qaranglar, mana shu F1 urug'ni birov aytmaydi. Qo'llar bo'lsa shunchalik bo'ladi. Bo'lmasa qo'llar ham bunchalik bo'lmaydi. Qo'llar bunchalik bo'la olmaydi. Ser hosilligi, kasallikka chidamliligi zo'r. Dehqon akamizga rahmat, Alloh barakasini berib, yaxshi kunlar ishlatsin. Xo'p, tarvuzimiz o'zini oqladi, xudo xolasa. O'zbekiston, O'rta Osiyo bo'ylab bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana xulosasini dehqon akamiz aytadi. Bu haligi emasda, endi bir haligi mana deb odamlar ishonmashi mumkin mana. Xohlagan joylaringni mana ochib beraveramiz mana. Nalar hech balo qolmaydi mana. Hamma joyda Mana bu. Mana hozir 5 ta 6 uzilgan bo'lsa, yana nimani ko'rayotgan tarvuz. Kamida 7 kilo, 8 kilo yana bor. Mana. tarvuzlar, bari yirik tarvuzlar. Xo'p, bu dehqonchiliklarda Tarvuzlar yirik da. Bitta ikkita bo'lsa ham. Buni haligi zo'rda buni mana yog'liqcha. Ha, yog'liqcha. Qana yumoqligida. Qo'shimcha yog'liq. Qarang. Kelaveradi bu. kilovatga qo'ying. Bo'lsa shunchalik bo'ladi endi tarvuz. Tarvuzni haqiqiy qarab qo'ying. Mana, qarang. Bu haligi narigi ho'llarlarda ayda-bayda bir 10 metrda bitta 18 kilo, 15 kilolik chiqsa, buni har bitta joyda borda 15 kilolik, 10 kilolik bor. Har bir tubida bor. Palaklarning baquvvatligi, kasalga chidamligi, kasalga chidamligini qarang mana. Buni hattoki aytyapmiz, haligi ham yenga olmadi buni. Har tomoni kasal. O'rgamchakkana bilan o'sha uni bor nima deydi? Har tomoni. dori sepilmaganda ham. Dori sepilmaganda kasallikka qarshi. Hamma joyda bor. Ter hosil, gabariti, toni bo'yicha Shira ham yenga olmadi. Shira. Qiynamaydi sizlar, ekasizlar. Boshqalar. Ko'chat qiynamay ketaveradi. Uni xudo xolasa stressga tushib deganda. Yo'q, bu haligi haqiqatan ham o'ta zo'r. Dubaga aytar ekan. maqtazam dalil. Qarang, hamma joyda bor. Yurigi. Adashdim. Hayda, hayda. 25 kun qo'yib qo'ydim. mayda tarvuzi o'zi yo'q mana. Hamma joy yirik meva. ishda o'zi bitta. Shu darajada. Buni korrespondent raqobatchisi deb kelingan narsa-da bu.